Lampong aytish bir gap, tengni qayntishin bir gap. Bugun sizlarga lampong rang pizig'i mos keladigan quyuq tang-tangshash darsiga olib keldim. Lampongni yaxshi uyutolmayman, bir o'z qattiq bo'lib qoldi, bir o'z izlib ketadi deydigan xonim-qizlarimizga intayin tushidi. Har kuni mushunga o'xshash qulay ham yeyishib bo'lgan taomlarni ichishni o'rgatyapman. Qo'llash ustidan inkas rayini haqsiz gullaringlarni avatib meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'inglarga rahmat. Avval o'lchamlik holatda lampong ichishni o'rganaylik. 1 piyolani o'lcham qilib qozonga 5 piyol suv qo'yib olamiz. Shu piyolni o'lcham qilib cho'ng ustamning lampong unidan 1 piyol qo'yib olamiz. 1 piyol lampongga 1 piyol suv qo'yib tekshi ilashtirib olamiz. Cho'ng ustamning cho'nliqi bor yozning issiq kunlarida o'xshitib lampong yetib yesam bo'ldi degan xonim-qizlarimiz menga o'xshash lampong yetib sinab beqing, sizmi qila olasiz? Qozonni qaynatib etmaymiz do'stlar. 2 gram tarafi tuz silib etgandan keyin hozir tayyorlab olgan lampong qiyamini ustiga to'kib tekshi ilashtirib olamiz. Buning pishqanini qanday bilamiz degan xonim-qizlarimiz ko'rib turganinglardek boshda quyuq oq holatga chiqadi. Ilashtirib keyin 10 minut atrofida ilashtirsanglar, mush videodagidek suzuk holatga kelganda pishqan bo'ldi. Buni ayrim bir qachimizga ilib o'zining normal qetishini saqlaymiz do'stlar. Bevosita to'nglaydigan yeg savatmanglar ezilib ketadi. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib elinglar. Cho'ng taqsili qo'rma, har xil taom, pishiriq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuq say darsimizni 10 qo'y bilan o'rganalaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz Unidar Nazi 7733 ekran ustidagi nomer shu. Ko'k loboni qirib bir qayn tiplam suzib elib sovuq suvda bir chaqib etimiz. Bundaqa vaqtimizda lobodagi qirtaqtamni chiqarib atgil bo'ldi, ham bek yeyishlik bo'ldi. Mana bir kuch qo'yib qo'ygan lampongimiz mushunda chiroyli uyibdi. Ya qattiq emas, ya izlib ketmaydi. Elastikligimi intay yaxshi. Mening o'xshash lampong rang pizig'i mos keladigan quyuq tang tayyorlashni o'rganib olsam bo'ldi degan do'stlar. 8 raqamini jiqroq besib qo'yinglar. Vaqt munosabati bilan videoning oxiriga patmay qoldi. O'rgangisi bor do'stlarimizning jiqqazligiga qarta night tez suratda chiqarib beraman. Manda lampong itishni o'rganib olib, uydagilaringizga bir itib bering, ham maqtab turib yeb ketadi. Videoning oxiri bor, meni qo'shib olishni unutib qolmang.